Ronaldo Lamine Yamal tug'ilganida atigini 22 yosh edi va mana 17 yil o'tgach ular birinchi marta maydonda uchrashadi. Eng qiziqarlisi sovrin uchun. Do'stlar, 300 mingta obunachi bo'lishimizga juda oz qoldi. Agar obuna bo'lib qo'yadigan bo'lsangiz, futboldagi so'nggi yangiliklardan albatta qolib ketmaysiz. Ha do'stlar, noto'g'ri eshitmadingiz. 8-iyun Toshkent vaqti bilan 23:45 da Millatlar Ligasi finalda Portugaliya Ispaniyaga qarshi o'ynaydi. Bir tarafdan allaqachon deyarli futbolni o'tib bo'lgan afsona Cristiano, ikkinchi tarafdan esa yosh va juda ham iste'dodli va balkimda oltin to'pga bosh da'vogar Lamine Yamal. Afsuski bu o'yinni o'zbek telekanallari olib bermaydi. Ammo siz o'yin boshlandi Telegram kanalida bu va yaqinda boshlanadigan klublar o'rtasidagi jahon chempionati o'yinlarini ham bemalol ko'rishingiz bo'ladi. Tavsiyam hoziroq obuna bo'lib qo'ying, chunki keyin qidirib yurasiz. Meni shaxsan Ronaldoning muxlisi bo'lmasam ham aynan uni terma jamoasi g'alaba qozonishini xohlayman. Sizcha? Futbol esa milliy kola bilan mazaliroq. O'zimizni milliy ta'mimiz milliy kola.